Assalomu alaykum hamshahrilar, ko'rib ketyaptilar. Bugun biz milliy bola bilan Humoyun cho'nkaga kelganmiz. Sizlarga lakaslarni bombasini tushuntiradiganmiz. Lenin Sitavoridan o'tib kelganingizda shahar bozoriga ketganingizda o'ng qo'lda joylashgan. Shahar bozori Devo tomondan kelib, shahar bozoridan o'tib kelganingizda chap qo'lda joylashgan Humoyun cho'nkaga kelganmiz. Ichkarida sharoitlari, cho'nkalarini bir qator ko'rib chiqamiz. Hozir aka, siz yangilar yana kunga oshyapti. Bugun endi xudo xolasa barcha musulmonlar bayram bo'ladi. Nima yangiliklar bor aka? Xo'p, ro'zaga xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'zimizning klientlarga, sizlar obunachilaringizga, sizlar obunachilaringizga aka Qancha sog' bo'lsin. oshda 1 kiloni 6 yil, 7 yildan beri 30 ming sotamiz 1 kilo oshda. Ro'za ichi 1 oy 20 ming so'mdan qo'ldan kelgancha 20 ming so'mdan beramiz. Masallig'i o'sha. Akalar, bu xayr ehson bo'lib kelib, tatib, bazasiga baho berasizlar. Inshaalloh farq qilmaydi atrofda. Go'shi o'zimizning go'shtdan, o'zimizning go'shtdan emas, o'zimizning qo'staqonadan olingan go'sht. Akalar aytayaptiki, hamma ehson qilyapti, Dostonbek. Biz bo'ldi ehson qilamiz. Narxni tushirib qo'ydi deyapti. Saharlikka kelaversa, iftorga joylar qilib berishadi chiroyli qilib. 1 kilosi 20 ming so'm. Osh cho'nkadan boshqa yana nimalaringiz bor? Shashliklarimiz bor. Mana kechqurunga sonsa bo'ladi. Bo'lsa, Qarmoqda sonsa bomba. Sonsalar bo'ladi. Ular 5 kishi kelishadigan bo'lsa, 4 kishiga pul olamiz. 5-inchisi bepul. 5-inchisi bepul. 1 kishi bepul. 10 kishi kelsa 2 kishiga bepul ekan. Bepul. Xudo xolasa. mana Humoya tushungalari, o'sha mashhur tushungalar. Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa, jigarlarim Milliy brend. milliy brend qo'yishdi. Ko'payib ketdi hozir, chunki ko'payib ketdi. Adashmaydi, chunki adashmaylar jigarlar. Manzilimizni tushuntirdik. Xudo xolasa kelsalar yo'lda bo'yida dastlabki xizmatlar bor, akalar bemalol Damazda tayoq berganmiz dastlabki xizmatga mana. Dastlabki mashinalarimizdan bor, bemalol xizmatlardan foydalansalar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ishlayni bomba darajada bitkizsalar bo'ladi. Bemalol telefon qilinglar ishlayni oliy darajada bitkizib bo'lsa, buni saharlikda Xo'jonani hojdadan duosini olaman degan akalarga yaratib qo'yamiz. Sog'